Oh, ertalab bo'pti-yu. Oh, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan Fresh. Hozir narsalarimizni olamiz. Bugun hozir oldi yuborishimiz kerak. Oldu. Deyarli keldik. Bu yerda do'kon bilsanglar. O'tgan videodan do'konchiga tovuq ferma qurib bergandim. Hali merdan keyin tovuq fermaga o'tishim kerak. Assalomu alaykum janoblar. Va alaykum assalom. Fresh. Ish bormi? Yo'q. Bo'pti, men ketdim. Endi do'konchiga boramiz. Ekan. Shoshilmasdan. Assalomu alaykum Murat. Jibdir. Nima kerak? Hop. Da. Isirayapti. Assalomu alaykum do'konchi. Va alaykum bratishka. Nima? Sen olishib pul berishim kerak. Ha, o'shaning uchun keldim. 64 tonni. Ha. Hozir shuni kelaman. Bitta borib keling. Bunday yelini videoda bila olasizlar. Men ko'rsammi? Ha. Birinchi safar tutibdi. Rahmat. Bitta taklif bilan kelgan edim. Qanaqa? Polizingizni necha pulga sotasiz? Sotmayman. Men kerak bo'lib turdi. Sotmoqchiman. Ha. Pul o'shanga kerakmi? Ha. Hop. Qancha berasiz? 400 izmurud. To'g'ri. Ko'pmi? Hali 2 stak beraman. Rahmat. Birinchi sandiqni tashlab ketaman. Rahmat. Ha. Faqat 69 lira. Birinchi buni to'g'irlab olishdan oldin bu yoqda qo'y turgan ekan. Endi qo'yni sekin urdiramiz. Nima kerak? Hozir uyga borishimiz kerak. Men 2 sakki uyga qo'yib kelamiz. Keyin Fresh. Han, Sen bir taklif var. hozir brat. Mana qo'yib qo'yamiz. Borolmayman o'tirib. Ham brat, Sen bir taklif var be. qanaqa brat keling. Qanaqa? Keling uyga. Sana qayg'ini sotmaysanmi? Sotaman. Qanchaga? Yarim sak izmurud. Yürüyeyim ya ben. Do'konga. Bo'pti, sizga 16 ta izmurud. Bo'ldi 32 beraman. Yarabsa. Bo'pti. Qancha bersangiz beraman. Olmayman pullarni. Ko'z olayman. Bor yo'l. Rahmat. Qayg'ini qara. Ana, ayolni haydab ko'rasizmi? Yuring. Mana bu tarafda. Ya, bu yoqdami?
Qolasiz birga. Haydaymiz. Daha ketdi. Haydayapti. Siz Yo'q, haydamayman. ana qo'y. Poliz dishim bor edi. Bo'ldi, tashlab keting. Hozir tushaman. Bo'ldi, rahmat. Men ham ketdim. İşim g'oliy. Keyin daraxt topib kelishim kerak. Keyin tosh. Açgan, kartoshkam. Juda o'zi açgan, qut tushganmi? Nimalar qilishim kerak shuni? Hozir tosh bilan daraxt chopib kelamiz. Bir stakan kerak. Mana shu ham to'g'rilashim kerak. Senga ish kerak emasmi? Yo'q. Hozircha pulsiz ham bo'laveradi. Pul beraman. Parta yo'q. Anta to'g'ri emas borsam, shundan tuxum yapti. Hop. Do'konga kirasizmi? Hop. Ancha-muncha ko'payibdi. Hozir oldizga boraman. Yo'q, bo'ldim. Qancha? Bilmayman hozir. Ating bitta ko'payibdi. Sen o'nta tuxum. Menga savdo yaxshi. Nima kerak bura? Taxti. Hali 16 ta izim bor. 8 tuxum. Birinchi anaga qo'yaman. Uchinchisiga qo'y. Uchinchisiga. Ikincisini olsang pul bor. İkincisini hozir. Alloh rahmat. Sağ ol. Endi daraxt chopib kelish kerak. Baba, suv ichdim. Mana shu daraxt chopsam yetar. Keyin tosham qashishim kerak hali. Yo'qdan daraxt bor ekan. Hozirga qo'ygan urug'larni qayerga qo'yding? Bilmayman, qayerga qo'ydim. Meni tosh olishim kerak. Kartoshkam yaxshi hosil bergan ekan. Lekin qoyil lekin. Ko'proq tosh kerak. Hozir tezroq tosh qazsam yetadimi? Yigitlar ham bosib ketibdi. Uyimga borishim kerak. Qoch. Tezroq uyg'ot dedi. Bu tarafdan. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Frez bo'ldi.